Bugungi kunda tibbiy ta'lim faqat kuchli nazariy bilimlar bilan cheklanib qolmaydi. U ancha yuqori va kompleks talablarni qo'yadi. Bo'lajak shifokor sog'liqni saqlash tizimining to'liq ishlash mexanizmini chuqur anglay olishi zarur. Bemorlar oqimini samarali boshqarish, stress sharoitlarida tez va to'g'ri qaror qabul qilish, shuningdek klinika ichidagi barcha bo'g'inlar orasidagi hamkorlikni to'g'ri yo'lga qo'yish. Shu bois Central Asian University'da ta'lim jarayoni real klinik amaliyotga maksimal darajada yaqinlashtirilgan holda tashkil etilmoqda. Mazkur yondashuv talabalarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish, tizimli fikrlashni shakllantirish va ularni haqiqiy ish muhitiga samarali tayyorlashga xizmat qiladi. Biz uchun faqat o'quv simulyatsiyasini o'tkazish emas, balki Social Diagnostic markazining kelgusi namunasi ishga tushirilishidan oldin uning qanday ishlashini oldindan sinab ko'rish muhim edi. Shuning uchun loyihada ataylab ideal emas, balki murakkab sharoitlar nazarda tutildi. Ortiqcha yuklama, uzilishlar, yo'nalishlar buzilishi, bemorlar oqimining keskin oshishi va boshqa noodatiy holatlar. Bunday yondashuv jarayonlar qanchalik barqaror ekanini, jamoa o'zgarishlarga qanday javob berishini va qayerda takomillashtirishni talab qiluvchi nuqtalar yuzaga kelishini ko'rish imkonini beradi. Aslida simulyatsiya social tizimi haqiqiy amaliyotda qanday ishlashini oldindan tekshirish va to'liq faoliyat boshlanishidan avval qaysi qarorlarni kuchaytirish kerakligini aniqlashga yordam beradi. Universitet kampusini hududida ilk bor real klinika qanaqa ishlasa, xuddi shunaqa tamoyillarga asoslangan diagnostika markazining modeli ishga tushirildi. Bu yerda bemorlarni qanaqa yo'nalishtirish, o'quvni qanaqa to'g'ri taqsimlash va bo'limlar o'rtasiga qanaqa hamkorlik bo'lishini amalga sinab qurilmoqda. Loyiha hozir qurayotgan social diagnostika markaziga nisbatan 3dan1 miqyosida tashkil etilgan. Simulyatsiya 6 kun davom etadi va kuniga 1000 ta nafargacha bemorlarni qabul qilish imkoniyatiga ega. Jarayonda talabalar, rezidentlar, o'quvchilar, koordinatorlar va amaliyotchi mutaxassislar, qisqasi yuzlab ishtirokchilar qatnashyapti. Shu orqali tizim real hayotda maksimal yaqin sharoitda yuqori yuklama, tezkor jarayonlar, hatto kutilmagan vaziyatlar va uzilishlar paytida ham qanaqa ishlashi tekshirilmoqda. Asosiy maqsad qaysi bosqichda navbatlar paydo bo'lishi mumkinligini, o'qimda qat'iy uzilish yuzaga kelishini, vaqt cheklangan holatda shifokorlar qanchalik samarali ishlashini va umumiy amaliyot shifokorlarga tushadigan real yuklanmani aniqlash. Olingan natijalar oddiygina kuzatib qo'yilmaydi. Universitet ularni ilmiy yondashuv asosida tahlil qiladi. Barcha ma'lumotlar yig'ilib, tizimlashtiriladi va chuqur o'rganiladi. Simulyatsiya yakunida CAUda alohida ilmiy tadqiqot e'lon qilishini reja qilganmiz. Bu esa nafaqat social modelini ishga tushirishdan oldin uni puxta sinovdan o'tkazish, balki kelajakdagi ilmiy ishlar uchun ham muhim asos yaratadi. Men loyiha doirasida IT infratuzilmani tashkil etish, ma'lumotlarni yig'ish va ayrim jarayonlarni muvofiqlashtirish uchun mas'ulman. Bu men uchun nihoyatdan qimmatli tajriba bo'ldi. Chunki aynan shu yerda tibbiyot, boshqaruv va raqamli yechimlarning yagona tizim sifatida qanday uyg'unlashishini amalda kuzatishimiz mumkin. Biz real vaqt rejimida bemorlar oqimi, kutish vaqti, mutaxassislar ish yuklamasini hamda yo'nalishlar samaradorligini muntazam monitoring qilamiz. Bu yondashuv nafaqat jarayonlarni qayd etish, balki butun tizimning ishlash mexanizmi chuqur tahlil qilish va uni qaysi nuqtalarda takomillashtirish mumkinligini aniqlashga yordam beradi. Bundan loyihada ishtirok etish talabalarga sog'liqni saqlash sohasiga faqat klinik amaliyot nuqtai nazarida emas, balki yaxlit va o'zaro bog'liq tizim sifatida qarash imkonini yaratadi. Men uchun bu ta'lim jarayoni ilk bor bo'lajak kasbimni haqiqiy his qilgan lahzaga aylandi. Qarshingizda bemor turganida vaziyatni tezda anglab, xotirjamlik bilan tinglash, to'g'ri baholash va asosli qaror qabul qilish zaruratini o'z rolingizni mutlaqo boshqacha anglashga olib keladi. Bu tajriba o'zining kuchi bilan ajralib turadi. U nafaqat klinik fikrlashni shakllantiradi, balki mas'uliyat, diqqat-e'tibor, samarali muloqot va jamoada ishlash ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Tibbiyot sohasida faoliyat yuritishni maqsad qilganlar uchun aynan shunday ta'lim yondashuvini tanlashni tavsiya etaman. Chunki bunda siz faqat nazariy bilim bilan cheklanib qolmay, ilk bosqichlardan boshlab haqiqiy kasbiy muhitni bevosita his etish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ko'p yillik amaliyotim davomida klinik tizim faoliyati bu darajada batafsil va keng ko'lamda modellashtirilgan ta'lim shakllarini kamdan kam uchratganman. Ushbu yondashuv nafaqat katta hajmdagi bemorlar oqimini qamrab olishi, balki alohida blokning shoshilinch diagnostika va tez tibbiy yordam jarayonlariga bag'ishlangani bilan ham ahamiyatlidir. Mazkur blok doirasida vaqt va bemor hayoti hal qiluvchi omil bo'lgan sharoitlarda
tezkor va aniq qaror qabul qilishni talab etuvchi kritik holatlar realistik tarzda modellashtiriladi. Bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Mazkur yondashuvning asosiy ustunligi shundaki, u bo'lajak shifokorlarni real kasbiy muhitga maksimal darajada yaqin sharoitda tayyorlash imkonini beradi. Biz uchun bu bir martalik simulyatsiya emas, balkim amaliyot, raqamli vositalar va tizimli tafakkur uyg'unlashgan shifokor tayyorlashning yangi modeliga asos bo'lgan yondashuv. Mazkur loyiha bo'lajak diagnostika markazining tashkiliy modelini oldindan sinovdan o'tkazish, uning zaif jihatlarini aniqlash hamda ishga tushirishdan avval yanada barqaror va samarali boshqariladigan tizimni shakllantirish imkonini beradi. Ishonchim komilki, aynan shunday yondashuvlar tibbiy ta'limning yangi bosqichini belgilab, zamonaviy va raqobatdosh mutaxassislarni tayyorlashda hal qiluvchi ahamiyatni kasb etadi.